1-aprelga oz kunlar qoldi. Nervlarga mustahkamlaylik, immunitetlar mustahkamlaylik, muzdasi uchmaylik. Nima uchun? Asabiylashib kasal bo'lib qolishingiz mumkin, chunki bir nechta qonun kuchga kiryapti. Biz bilgan bir ikkitasi sanab o'tamiz. Ya'ni birinchisi naqd pulni uje bo'lmasligi, karta orqali bo'lishi, bu bankda o'chirib turish, asabbuzarliklar ko'payishi, ya'ni pulni naqd kartaga o'tkazish. Keyingi holatda bizda bo'lgan ikkinchi muammo mana o'zi shundoq ham gayda o'chirib turishibdi. O'zi nomer olishga bir vaqtda endi kamera ishga tushib, hali doverенность orqali ilovani tasdiqlamasdan turib, mashinaning egasini eshitib o'zini farzandiga boshqalarga berganda balli sistemada pravorishon bo'lishi, tezroq bo'lishi, ya'ni bu balli 12 balli sistema. Undan keyingisi asosiy bizga shifokorlik tegishlisi yana QR kod, yana retseptorning hali to'liq ishga, to'liq izga tushmasdan turib, buni yana talab qilish kuchayadi. Ya'ni yo shifokor oldida yoki apteka oldida o'chirib ko'payadi, sistema ishlayapti, ishlamayapti deyish. Bu qanchalik to'g'ri? Bu shifokor sifatida asab, stress yurishi, insonlarning immunitetining pasayishi va kasaldan bosh chiqmasligi deb o'ylayman. Sizlarning fikringizni izohda qoldiringlar. Sog' bo'linglar.